23. Bunu qo'shdim ha. 7 ta tangens kvadrat x. Xo'p, plus 1 taqsim kosinus x plus 1 barobar 0 bo'lyapti. Shu tenglamaning minus 3pi dan 7pi oralig'ida nechta yechim bor deyapti. Minus 3pi dan 7pi oralig'ida nechta yechim bor deyapti. Mana bunga o'xshash savol, bu ham mana DTMda tushgan savollar. Endi buni ko'ramiz. Boya aytdik, 1 plus tangens kvadrat x 1 taqsim kosinus kvadrat x ga teng dedik. Mana bu yerda ham yozdim buni. Mana bu yerdan tangens kvadrat x topsanglar nima kelib chiqadi? 1 taqsim kosinus kvadrat x minus 1 chiqib keladi. O'shani olib borib qo'yamiz buni o'rniga. Shunda 7 ta 1 taqsim kosinus kvadrat x bo'ladi. Minus 7 bo'ladi, mana buni ko'paytirsam. 1 taqsim kosinus x yozib olaman birinchi. Keyin mana buni bunga ko'paytirsam minus 7 bo'ladi. 1 ni qo'shib o'rsam minus 6 bo'ladi. Xo'p, yana 1 taqsim kosinus x ni t deb olsak, mana bu 7 ta t kvadrat plus t minus 6 bo'ladi barobar 0. Xo'p, mana bunga o'xshab qoldi mana. Mana shu tenglamaga o'xshab qoldi, faqat bu yerda minus, bu yerda yana bo'lib turibdi. Demak, xuddi shunaqa bo'ladi. 7 ta t minus 6 t plus 1 bo'lib qo'yilgan bu. Tushundingmi? Shunaqa bo'lib qo'yilgan. Demak, t bu yerda 6 taqsim 7 bo'lyapti. T bu yerda minus 1 bo'lib qo'yapti. 1 ikkinchi ildizlar qilsak, bu yerda mana t 6 taqsim 7 bo'lsa, mana 1 taqsim kosinus edi, oyog'ini osmondan qilsak kosinus x bo'lib qoladi. Mana 1 taqsim t bo'ladi yoki mana bu 7 taqsim 6 bo'ladi. Kosinus 7 taqsim 6 ga teng bo'lmaydi. Hozir 1 dan katta bu. Teng bo'lmas ekan, demak. Shuni buni ola olmaymiz, faqat bunisini olamiz. Ya'ni kosinus x teng. Mana oyog'ini osmondan qilsam, mana 1 taqsim t bo'ladi. Bu 1 taqsim t qilsak, minus 1 chiqib kelar ekan baribir. Kosinus qachon minus 1 ga teng bo'ladi? X barobar pi plus 2pi kada. 180 gradus minus 1 ga teng bo'ladi. K qarashli z. Demak, mana buni olib borib, demak, mana bu oralig'ga qo'yamiz. Minus 3pi do'malaq qavs bo'lgani uchun qat'iy tengsizlik bo'ladi. Pi plus 2pi ga kichkina 7pi bo'lyapti. Pi ga qisqartirib yuboramiz hamma tarafni. Keyin mana minus, mana 1 paydo bo'lyapti. 1 chap tarafga olsa minus 4 bo'ladi. Katta 2k. 1 ni o'ng tarafga olsam ayriladi, 6 qoladi. 2 ga bo'lib yuborsam minus 2 dan katta k, kichkina 3 dan bo'lyapti. Mana k ni qiymatlari demak minus 1, 0, 1, 2 bo'lyapti. Bu yerda ham nechta ekan? Bu yerda ham 4 ta ekan. Sejab bo'lyapti. 24. 24 bu milliy sertifikat savoli, qiyinroq savol. Ilzas 3 sinus kvadrat x. Keyin sinus kvadrat 2x. Sinus kvadrat 2x. Barobar ilzas 3 taqsim 2 minus 1 taqsim 2 ayrilgan ilzas 3 kosinus 2x bo'lyapti. Mana. Xo'p, yaxshi. Buni hammasini sinusga keltirib oldik. Keltirib olamiz. Qanaqa qilib? Mana buni ilzas 3 sinus kvadrat x yozaman qayta. Mana bu esa nimaga teng bo'ladi? Maydalaydigan bo'lsak, 2 ta sinus x kosinus x deb beradi. Kvadrati borligi uchun 4 ta sinus kvadrat x kosinus kvadrat x bo'ladi. O'sha kosinus kvadrat x ni 1 minus sinus kvadrat x deb olaman. Mana bular ilzas 3 taqsim minus 1 taqsim 2 qilib olamiz. Bunisi ilzas 3 1 minus sinus kvadrat 1 minus 2 ta sinus
kvadrat x bo'ladi. Mana bu. Shunaqa formulasi bor edi. 1 minus 2 ta sinus kvadrat x degan. Ana hammasi sinusga o'tdi. Biz endi yozib olamiz buni. Ilzosti 3 sinus x. Mana bu bilan buni ko'paytirsam minusdan 4 ta sinus 4-darajali x bo'ladi. Keyin mana bu esa 4 plus ilzosti 3 yo'q, birinchini o'qib olayin. 4 ta sinus kvadrat x plusdan ilzosti 3 sinus kvadrat x tursin, chunki mana bu sinus kvadrati bu yoqda ham bor ekanda, hali birdan soddalashtirib olmaganmiz. Shunga teng bo'lyapti chap taraf. Bunda esa demak ilzosti 3 minus 1 taqsim 2 minus ilzosti 3 plusdan 2 ilzosti 3 sinus kvadrat x bo'ladi. Mana shunga teng bo'lib qolyapti. Mana buni bu tarafga olib o'taman, ayirib qilib. Hamda minusdan 4 ta sinus kvadrat 4-darajali x ayirib o'rsam, mana bu bilan o'xshash koeffitsientlari minusdan bo'lib qolar ekan. 4 minus ilzosti 3 bo'lib qolar ekan. Sinus kvadrat x topib chiqsam bo'ladi. Minusdan ilzosti 3 sinus kvadrat x bo'ladi. Mana buni olib chiqib olsak, ayirib o'rsam bu yoqqa o'tkazib. Sinus kvadrat x topib chiqib olsam shu ko'rinishga kelib qoladi. Bular mana unga 2 ta bersak, bundan ayrilib ketadi tagin. Nima bo'lib qoladi? Minusdan minusdan emas hozir. Minusdan ilzosti 3 minus 1 bo'lib qoladi, taqsim 2 bo'lib qolyapti. Buni ham tushundik-a? Xo'p, biz ko'paytirib olamiz minus 1 ga. Minus 1 ga ko'paytirib olsam, mana 4 ta sinus 4-darajali x bo'ladi. Mana bu minusdan 4 minus ilzosti 3 bo'ladi. Sinus kvadrat x. Mana bu esa surat plusdan bo'lib qoladi. Bu yoqqa ilzosti 3 plus 1 taqsim 2 bo'lib o'tadi, barobar 0 bo'lib o'tadi. Minus 1 ko'paysam mana plusdan ilzosti 3 bo'ladi, bu ham plusdan 1 bo'lib qoladi. Shu turishcha chap tarafga olib olsam, mana bu ko'rinishga kelib qoladi. Mana kvadrat tenglamaga kelib qoldi. Biz mana sinus kvadrat x ni t deb olsak, mana bu t kvadrat bo'ladi. 4 ta t kvadrat minusdan 4 minus ilzosti 3 t bo'ladi. Bu yoq esa ilzosti 3 plus 1 taqsim 2 bo'lyapti, barobar 0 bo'lib qolyapti. Diskriminant qilaman. Diskriminant barobar mana buni kvadrati bo'lishi kerak. Buni kvadrati demak 16, mana bu yer 3 19 bo'ladi. 19 minusdan 8 ilzosti 3 bo'lyapti. Minus 4 a si bo'lishi kerak. 4 a ni o'rnida 4 turibdi, s ni o'rnida bu turibdi. Minus hisobiga qo'shilib ketadi. Demak ilzosti 3 plus 1 taqsim 2 bo'lyapti. Hisoblaymiz. Bu bilan bu qisqarsa bittadan, ikkitadan. Demak 19 minusdan 8 ilzosti 3 plusdan 8 ilzosti 3 mana 2 qisqarib ketdi. Plusdan 8 bo'lib qolyapti. Xo'p, bular ketsa necha chiqar ekan? 27 bo'lar ekan, ha? 27 dan necha chiqib keladi? 3 ilzosti 3 chiqib keladi. Demak t1 2 minus b bo'lishi kerak mana da. Mana minus bilan 4 ilzosti 3 bo'lib qoladi. Plus minus 3 ilzosti 3 chiqib kelar ekan mana bu 27 dan. Taqsim 2 ga bo'lyapti, 8 bo'ladi. Xo'p. Birinchi ildiz sifatida biz minuslikni olamiz. Minuslikni olsam nima bo'lib qoladi? Mana buni 4 ga qisqartirib olsam 1 bo'lar ekan. Mana minuslikni olsam minus 4 ilzosti 3 bo'lar ekan. Ya'ni 4 ga qisqartirib olsam ilzosti 3 taqsim 2 bo'lib qolar ekan. Ikkinchisi pluslikni olamiz. Pluslikni olsam mana bunaqa bo'lib qolar ekan. Pluslikni olsam 2 plus ilzosti 3 taqsim 4 bo'lib qolar ekan. Shunaqa bo'lib qolar ekan. Xullas minuslik pluslikni olsak va arifmetika tushunib olasizlar bunisi.
Xo'p, ana endi qaysi musbat? Mana bu manfiy, to'g'rimi? Mana bu manfiy. Bu esa musbat. Biz qaysiga tenglashtira olamiz sinusda? Bitta musbat-ku bu yerda. Sinus kvadrat x da biz t deb oldik. Demak, mana buni tenglashtirmaymiz, bunga tenglashtiramiz. Sinus kvadrat x 2 plus ilzos 3 taqsim 4 bo'lyapti. Shundan sinus x nima chiqib keladi? Plus minusdan ilzos 2 plus 3 taqsim 2 chiqib kelayotgan. Mana shunaqa chiqib kelyapti. Xo'p, yaxshi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Sinus qachon shunga teng bo'ladi? 75 gradusdami? To'g'rimi? 75 gradusda. Cosinus bo'lganda shunday bo'ladi. 75 gradusda shunga teng bo'lar ekan. Shunaqa javobimiz bormi bizda? Shu oraliqda nechta yechimga ega deyapti? Xo'p. 75 gradusda xullas bu. Tushunarlimi? 75 gradusda. Ya'ni 75 gradusda biz nima deb yozsak bo'ladi? 15 gradus nimaga teng bo'ladi? Pi taqsim 12 mi? Pi taqsim 12 bo'lyapti. 75 bo'lish uchun 5 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, x teng plus minus 5 pi taqsim 12 plus pi k deb yozamiz. K ma 2 pi k emas, pi k. Mana bu plusda 75 gradusda sinus mana shunga teng bo'ladi. Minusda 75 gradusda minusliga teng bo'ladi. Pi ga qo'shamiz, pi qo'shsam ikkinchi chorakka boradi. Mana minusligida nimaga boradi? Ikkinchi chorakka boradi. Plusligida uchinchi chorakka boradi. Baribir shuni beraverar ekan. Pi kani qo'shib qo'yganmiz. Shu oraliqda bo'lyapti. Demak, biz endi ildizlar sonini topishimiz kerak. Oraliqda nechta yechimga ega deyapti? Minus pi taqsim 2 kichik yoki teng 5 pi taqsim plus minus 5 pi taqsim 12 plus pi k bo'lyapti. Kichik yoki teng pi bo'lyapti. Xo'p, pilar qisqartirib olamiz. Natijada minuslikni qo'llasam. Tasavvur qilinglar, mana bu minus 6 taqsim 12. Minuslikni birinchi minuslikni yozadigan bo'lsam, nima bo'lib ketadi? Minus bu tarafga qo'shib o'tib ekandagin 1 taqsim 12 bo'lib qolagan. To'g'rimi? Katta yoki teng k bo'lyapti. Minuslikni qo'llayapman, qo'shib o'tib ketadi. Nima bo'lib qoladi bu? Minuslikni qo'llayapmiz. 17 taqsim 12 bo'lib qoladi. Minuslikni qo'llasak, shu bo'lib qoladi. Endi pluslikni qo'llaymiz. Pluslikni qo'llasam, bu ayrib o'tadi. Natijada minus 11 taqsim 12 bo'ladi. K pluslikni qo'llayapman, endi bu yog'i 7 taqsim 12 bo'lib qoladi. Bu yerda k ning nechta qiymati bor? 0 bor. 1 bor, to'g'rimi? Bu yerda. Bu yerda-chi 0 bor. Bo'ldi. Bitta 0 bor ekan, ha? 0 bor ekan. Bu yerda 0 bilan 1 bor. Bu yerda nima bor ekan? Bitta 0 bor ekan. Javobi 3 ta bo'lyapti. Men nechta dedim? 5 ta deb berdim yo. 3 ta deb berdim. 3 ta degan bo'lsak, demak javobi C bo'lyapti. Mana kaltini tuzayotganimda mana buni shu 15 gradusmi deb ketgandim-da, shunga chalg'ayapman-da. Javobi C mi? Bu kaltida C degan bo'lsak, bo'ldi men shu. Bular